Do'stlar, hozirgina Vodiy derbisi Farg'onada Istiqlol stadionida Neftchi va Navbahor o'rtasidagi uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Odatda o'zimizning vazifa, lekin Superligani alohida uchrashuv haqida hech qachon post qo'ygan emasman, lekin bugun bu ishni qilish kerakki, odamning emotsiyasi ichiga sig'mayapti, yaxshi ma'noda albatta. Neftchi va Navbahor futbolchilari bugun haqiqiy Yevrostandart, haqiqiy Yevrofutbol talablariga javob beradigan tarzda uchrashuv namoyish etib berishdi va hamma yutdi. Futbol yutdi. Bundagi tezlik, to'p deyarli turmayotganligi, futbolchilar ularni o'yinga o'zini to'liq bag'ishlaganligi, so'nggi soniyagacha kurashganligi, xavfli hujumlar, ochiq futbol, undagi agressiya, darvozabonlar, ularning seyflari, darvoza to'sinlari, ustunlar, har ikki jamoa muxlislari, oxirida har ikki jamoa muxlislari o'zini suyuklilarini qo'llab-quvvatlashi, atmosfera, translyatsiya, Hasan va Orif sharhni yondirib berishdi. Bunaqa futbol odamni yana ham ishlashga, yana ham bir mehnat qilishga undaydi. Men shunchaki Kapadze jamoasiga ham, Ismoilov jamoasiga ham, har ikki viloyat hokimlariga ham, har ikki jamoaning muxlislariga ham, futbolchilariga ham ich-ichimdan samimiy rahmat aytmoqchiman. Bu haqiqiy futbol, bu bizning haqiqiy yuzimiz. Ya'ni Jahon chempionati yilidamiz, Superliga o'sayotganligi har jabhada, translyatsiya, infrastruktura va boshqa jihatlarda bir odamni ich-ichidan xursand qiladigan o'yin bo'ldi. Shunchaki dahshat, to'ymadik bu emotsiyaga, yana xohladik, hakam xushtek chalishini istamadik. O'yindan keyin o'yinda futbolchilar bir-biriga shunaqa agressiya bilan o'ynashdi. Bu juda ham kerak narsa, lekin o'yindan keyin bir-birini tabriklab, fikr almashib, o'yindan keyin murabbiylarning emotsiyasi, maza qildik. Shunchaki maza qildik. Vodiyning kayfiyati yana bir marta futbol kayfiyatini belgilab berishda eng katta muhim faktor rolni o'ynashini ko'rsatib beradi.